93-yil bemori bizga kelganlar, beldagi og'riq bilan shikoyat qilganlar, L4, L5 da 6 mm grijalar bo'lgan va chap oyoqqa og'riq bergan. Hozir biz qayta ko'rik, ya'ni spetsialniy metodlar bor. O'sha metodlarni qayta qilib turish kerak. O'shanga keldilar hozir protseduraga. Va hozir so'raganimizda beldan chap tarafga og'riq berishi yo'qolgan ekan. Bu juda ham zo'r natija degani, chunki aynan beldagi og'riq yo'qotishimiz osonroq bo'ladi, lekin chapdagi og'riqni bemorlarda yo'qolish qiyinroq bo'ladi. Chunki qiyin bo'lishiga sabab qachonki mana grija so'rish boshlagandan keyin bu og'riq yo'qoladi. Agar bu nervni qisib turaversa, bu og'riq qolmaydi. Hozir bemorimiz qani ketdik, qani ko'ramiz. Mana ishni olaveramiz, ichkari kirib ketmaymiz. Qarang, hozir qorningizga apparat qo'yib qo'yaman. Bu apparat qorningiz mushaklarini rivojlantirish natijasida qorni oldinroqqa tortadi. Tushunyapsizmi? Baribir sizda bor-ku, qorin bor. Hozir necha kilo tashladingiz? 3 kilo tashladingiz. Zo'r. Chap tarafda og'riq yo'qoldi, o'zingiz aytganingiz. To'g'rimi? Zo'r. O'zgarish sezingizmi kelganda? Egilib qolardim deb o'yladim. Egilib qolardingiz? Qisqasi, endi ichkariga endi hozir apparatda ham protsedura olyaptilar. Endi kamera bilan bostirib kirmadik. Eshitdinglar gapirgan gaplarni, og'riqlar yo'qolgan, alhamdulillah. O'zlari ham harakat qilyaptilar. 3 kilo vес tashibdilar. Nomerni qoldirib qo'yaman, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.